Xayrli bo'lganini qarang. Endi 14 daqiqada mashinangiz rasman o'sha bo'ldi. Oybekjon, avvalo sizga ming rahmat. Bugun mana 2025 25-chi qarang. Chislo ham 25. 25. Yil ham 25. Sardor o'g'limga avvalo rahmat. Shu mashinani sizga iltimos qilib olib keltirganiga. Men endi bir 2 oyda kelsa kerak degandim. 2 oyga 1 oyga ham bormadi. 30 kunga ham bormay labzingizga javob berdingiz. Labzingiz halol yigit ekansiz avvalo. Rahmat. Men o'zi hayotda bitta narsani bilaman. O'zim ham hurmat qilaman labzli insonlar. Chunki o'zim birovni aldashni yomon ko'raman va meni aldagan odamni gaplashaveraman yurakdan bas. Sizga o'zim minnatdorchiligimni Rahmat kattakon. Boshqa shu mashina olaman degan yigitlar bo'lsa yo bir ishqibozlar bo'lsa, Oybekjonga bemalol murojaat qilsalar ham bo'laveradi. Men yana o'ylashmasa reklama uchun qilyapti deb haqiqatni gapirib o'tib ketyapman. Yolg'on gap bu yarashmaydi. Men yo o'yin qilib hali bor endi aka hozir ko'payib ketdi. Reklama qilib o'yin qilib tushib bergan. Yo o'yin emas haqiqiy bizniki. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Bu asli ukalarimni ham ukamizga ham rahmat. Sababi shu dokumentlarni, rastamoshkalarni 2 soatga qolmay to'g'rilab berishdi. Xayrli bo'lganini qarang. Endi 14 daqiqada mashinangiz rasman o'sha bo'ldi. Umringiz uzoq bo'lsin. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi o'zi. Hammani faoliyatida. Bunaqasi o'zi tamojin sohasida kam bo'ladi. 14 daqiqada rasman o'sha bo'ldi. Ishlaringga Alloh baraka bersin. Bizni ham, sizni ham hammamizni. Biz ham yaxshi uzoq yo'llarda yuramiz. Shu mashinalarda uzoq yil xalqimiz xizmatini. Amin, Allohu akbar. Rozi bo'ling. Rahmat kattakon. Xursand bo'lgan bo'lsangiz bo'ldi. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.